Assalomu alaykum hammaga. Bugungi navbat mana baliqqa qizil baliq olib chiqdik. To'rg'ab shuni tuzlab qo'ysak, yarim soatdan keyin yog' qizisa qozonga tashlaymizda. Zo'r go'shtli baliq ekanda. Asa shirin bo'lsa kerak, birinchi marta qilyapmiz. Bir boshdan tashlamiz, birinchi partiyani. Deb qizil qilib pishirib olsak, olib baliq ko'p xudo xolasa. Hammaga yetadi. Shu video qilaman deb endi gapirishni boshlaganimda tomog'im qichiyo'radi. Jazillab rosa pishyapti o'zi ham. Yaqin do'stlaringizga ilinasizlar baribir. Begona yurtlarda, sog'inasizlar O'zbekistonda. O'zbekistonni sog'inganlar bormi? Bitta like bosib qo'yinglar do'stlarim. Boringizlarga shukr, musofirda yurgan do'stlarim. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, sovuq bo'lyapti hozir. Novosibirda bo'lsanglar, Moskvalar endi isib ketibdi. Vladivostoklar bitta ham qor yo'q. Bitta Novosibir sovuqda hozir. Tizza bo'yi qor bor. Mayli, bu kunlar ham g'animat, bir kun ko'kka ham chiqib ketamiz. Balalar mana tayyor kutyapti. Bizni ham tashing yoqqa deyapti. Birinchi partiya ham уже pishib qoldi, sekin olsak bo'laveradi endi. Olib ustiga ichcha souslardan quyib qo'ysak, ustini dunlab qo'yamiz, shirin bo'lib sous hidi urib turadi-da. Iftollikdan keyin og'izni ochib gumillatamiz. Bizda oladigan setka yo'q, endi qoshiqda eplab olib qo'yapmiz. Qo'ldan kelgancha. Sousdan chechaqlab ustiga quyib qo'yamiz mana. O'ziga emib, sousda sochni bo'lib turadi. Ikkinchi partiya ham tayyor mana. Sekin olamiz buni ham. Katta setga sotib olaman shekilli-da. Qoshiqda qiyin bo'lar ekan. Ashanasi cho'chqir ekan, qaranglar, qochib ketyapti. O'lmaganmi hali?
Ada baliqlar kutyapti. Meniyam tashlang deb hozir. Ulardan tashlaymiz. Bilmaydi yog' issiqligini. Kuyasan bo'ladi hozir. Ana kuyding. Baliq pishirish ham qiyin ekan, oson deb o'ylardim. Internetlarda ko'rsak birpasda pishirib qo'yadi. O'ziga yarasha mashaqqati bor ekanda hamma narsani. Xarajatsiz harakating nolga teng deydi-yu. Shuncha energiya berib sarflab pishirasan, 2 ta 3 ta yeysan, to'yasan. Ashunga kech urinasan. Ana, tayyor baliqlar. Shuni olib yesa bo'laveradi, ro'zamanda. Ozgina kutaman endi xudo xolasa. Oz qoldi. Hammaga yoqimli ishtaha. Sog' bo'lasizlar.